Diqqat 5 yanvar uchun valyuta kurslari e'lon qilindi. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchi. Shu kabi muhim yangiliklarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'lib, videolarimiz davomida bir dona like tugmachasini bosib qoldirishni unutmang. O'zbekiston Markaziy banki 2026-yil 5-yanvardan amal qiladigan rasmiy valyuta kurslarini e'lon qildi. Ma'lumotlarga ko'ra, dollar, yevro, rubl va funt va Shveysariya franki pasaygan. Yena va yuan esa oshgan. Dollar 12.004 so'm, yevro 14.129 so'm, Rossiya rubli 153.59 so'm, funt sterling 16.222 so'm, Yapon yenasi 76.99 so'm, Shveysariya franki 15.218 so'm, Xitoy yuani 1717 so'mni tashkil etadi deyilgan xabarda. Hurmatli tomoshabin, video haqida o'z fikrlaringizni izohlarda yozib qoldirishni unutmang.